Hozir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, pul mavzusi eng aktual mavzuda jamiyatda. Lekin nega shu aktual bo'lib turib, pulimizda baraka bo'lmayapti? Nega oilamizda xotirjamlik bo'lmayapti? Sabab mana shu oiladagi erkak bilan ayolda ruhiy holatidagi og'riqlari sabab bo'la oladi bunga. Nega? G'azabi, alami, nafrati ko'p bo'lgan oila a'zolari, ayniqsa ayollarda mana shu ruhiy holati butun oilani ravnaqiga ta'sir qilib turadi. Ya'ni ongsiz ravishda bilgan, bilmagan holatda, sezgan, sezmagan holatda mana shu uyda yashayotgan barcha oila a'zolari mana shu xafalik energiyasi bilan his qiladi uyga kelayotgan pulni ham, barakani ham, xotirjamlikni ham-da. Shuning uchun maksimalni ayolni holati yaxshi bo'lishi